katta tezlikda balon yorilib ketsa nima qilish kerak? Videoni ko'ringlar, ko'rsataman. Rulni reski burib yormaydi bunaqasiga, bu juda ham katta xato, mashina ag'darilib ketishi mumkin. Ruchnikda ham reski ko'tarib yorish, bu ham juda katta xato, chunki katta tezlikda ketadigan mashina aylantirib yoradi mashinani. Umuman ruchnik tortish kerak emas. Tormozda ham birdaniga qattiq bosish bu juda ham katta xato hisoblanadi. Nima qilish kerak bunaqa bo'lgan payt? Hozir oldin semichkani aytib o'tay. Men vatanimni iflos qilgandan, vatanimni ko'chalarini iflos qilgandan, oyog'imni tagini iflos qilib yurganim yaxshi, chunki bu toza bo'ladigan narsa. Luboy payt moykaga borganda tozalab oladi. Aytishlaring mumkin, nima uchun paket qo'yib chaqmaysan deb. Paket ham bu juda katta xato, chalg'itadi odamni. Undan oyoq tagi qulay, semichkani chaqib ketaverasizlar. Tormozni sekinlik bilan, juda sekinlik bilan bosib, bir chekkaga sekin o'ng tomonga olib, mashinani to'xtatib, keyin balonni almashtirib olish kerak. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va komment esdan chiqmasin, podpiska ham esdan chiqmasin. Men sizlarga hali juda kerakli va qiziqarli videolar qo'yib berishni davom etaman. Dilshod menman, Habibov.